Hop, Instagramga kirib poiskga bir Rahmanov Abdulaziz desanglar bizni o'zi ofisialniy akkauntimiz chiqadi. Shu akkaunt ustiga bosamiz. Hop, $30 sizlarga bonus kerak bo'ladigan bo'lsa, mana oxirgi videoda $30 qo'yilgan shu postga kirib, kommentariyasiga $30 belgisini yozib, kommentariya yozamiz. Hop, bu kommentariyani yozadigan bo'lsak, direktdan sразу avtojavob qilib o'zi bizga link jo'natishadi. Hop, mana shu link keldi. Hop, bu linkni olishligimiz uchun bizga biz avval bu akkauntga podpisatsiya bosishligimiz kerak. Agar kim podpiska bosmagan bo'lsa, unda link jo'natilmaydi. Hop, obuna bo'lib, keyin obuna bo'lish tugmasini bosasizlar. Hop, keyin $30 bonusni olish degan sizlarda mana o'zi avtomatik link chiqadi. Shu linkni ustiga bosasizlar. Hop, bu yerda o'zingizlar ishlatadigan elektron pochtani o'zingizlar yozasizlar. Pastiga o'zingizlar yangi parol o'ylab topasizlar. Bu 10 tadan 15 tagacha bo'ladi. Buning ichida katta harf, kichkina harf, son, belgi hammasi buning ichida bo'lishlik kerak. Hop, pastda o'zini shartlariga rozilik bildirib, bunaqa pichkani bosib qo'yasizlar. Keyin partner kodinglarni yozinglar deganda shu joyiga HWV shu kodni yozasizlar. Agarki bu kodni yozmasanglar bonus bermasligi mumkin yoki beradigan bo'lsa ham qanaqadir bir muammolar chiqib qolishligi mumkin. Keyinchalik XM dan pul solib pul yetishda nimaki muammo bo'ladigan bo'lsa, biz o'zimiz Abdulaziz akani o'zi shaxsan o'zi ham bemalol XM dagilarga aloqaga chiqib, o'zi operatorlar bilan bog'lanib, qanaqa muammolar bo'lsa o'zi hal qilib bera oladi. Hop, keyin bu yerdan biz registratsiya tugmasini bosamiz. Hop, bo'ldi, registratsiya qilib bo'ldi. Endi Gmailga kirsak, o'zi bizga XM xabar jo'natgan bo'ladi. Hop, Gmailga kiramiz. Mana o'zi oxirida mana XM bizga o'zi xabar jo'natadi. Agar xabar kelmaydigan bo'lsa, barcha xabarlar qilib istaysizlar. Agar bu yerda ham yo'q bo'lsa, ba'zida bir spamga ham o'tib qoladi. Shuning uchun spamni ham tekshirib qo'yishinglar kerak. Hop, XM ga bunga bosamiz. Hop, подтвердите elektron pochtani ustiga bosib, bu pochtani verifikatsiya qilib olamiz. Hop, bu yerda hamma kukilarga nima qilishlik uchun saytdan to'liq foydalanishga asha принять все deb bosib qo'yamiz. Hop, hammaga ruxsat bera olamiz. Hop, endi akkauntda qolgan davomini registratsiya qilishlik uchun o'ng taraf tepada profilda stikerning ustiga bosamiz. Shuni bossak, mana bizning akkauntimiz qanaqa holatda turganligini aytadi. Verifikatsiya, ne verifikatsiya, bunaqa verifikatsiya bo'lmagan bo'lsa, shunaqa qizil yozuvda turadi. Inglizcha bo'lsa ne verification deb turadi. Hop, buni ustiga bitta bosamiz. Hop, bu yerda o'zingizlar ishlatadigan nomerni yozasizlar. Hop, bilan nomer bo'lsa yaxshiroq bo'ladi. Ucell yoki boshqa kompaniyalarga hozir kod jo'natishda qiyinroq bo'lyapti. Imkon qadar shu bilan nomer topgan yaxshi. Bir kunda 3 marta limit beradi. Ko'pgina foydalanib bormanglar, bo'lmasa 24 soatga spam qilib qo'yadi. Hop, keyin polichut kodni bosamiz. Hop, o'zi SMS jo'natadi. Bu faqat SMS dan keladi, Telegram, WhatsApplarga kelmaydi. Hop, shu kelgan SMS kodni biz yozishimiz kerak. Hop, email deyapti. Bu yerda o'zingizlar sizlar isminglarni yozasizlar. Pastda mana o'ttiz degan joyi unaqa muhim важный narsa emas. Familiyaga o'zingizlarning familiyalar и plus bu yerda yashash joylarini yozishinglar kerak. Bu yerda mana o'zingizlar to'ldirib chiqasizlar. Ism, familiya, data rождения, tug'ilgan sananglarni yozib, dalil deb bosasizlar. Hop, bu yerga kelganda o'zingizlar yashayotgan viloyatda eng tepaga yozishingiz kerak. Misol, Andijon viloyati. Pastda yashayotgan tuman, shahar yoki tumanlar o'zingizlar yozasizlar. Bu yerda ko'chalarning nomi 16 tadan kamroq bo'lishi kerak. Ko'chaning o'zining nomi bo'lsa ham yetadi.
Xo'p, pastga o'zingizlarning pochta indeksinglar. Agar kimdir pochta indeksini bilmaydigan bo'lsa, Google ga kirib bemalol o'zini shahar tumanida pochta indekslarini ko'rib olsa bo'ladi. Xo'p, CFT'da oldin savdo qilganmisiz deganda biz yo'q deymiz. Keyin bitishgani bosib, yana dalilga bosamiz. Xo'p, bundan keyin sizlarda dalilga bosasizlar. Endi pasport verifikatsiya boshlanadi. Nachat verifikatsiya saglasin. Xo'p, sizlarda agar pasport bo'lsa, pasport tanlaysizlar, ID karta bo'lsa, ID karta. Bunda Pravayda ham bemalol verifikatsiya qilib olsanglar bo'ladi. Xo'p, qaysi biri sizlarga qulay bo'lsa, shuni ishlatib ketaverasizlar. Xo'p, bundan keyin sizlarda pasport kirgizganinglardan keyin Face ID so'raydi. Face ID'larda o'sha kimni pasporti kirgizgan bo'lsa, shu Face ID kerak bo'ladi. Undan keyin yashash joyi haqida sizlardan ma'lumot so'raydi. Yashash joyini bemalol MyGov'dan o'zingizlar olib olasizlar. Yoki pasportda o'zi 3-4-betlarda yashash joyi deb qo'ygan, shularni ham rasmga olib tashlasanglar bo'ladi.